Qur'oni Karimda muhkam, mutashabih deydigan bir taraflari bor. Qur'on biz ilgari darsimiz degandek asosan axloq, aqida masalalarini o'tirib qo'yib kelgan. Mishada, ya'ni aqida masalalarida insonning tafakkuridan halqagan bir bo'lak ishlar bo'ladi. İnsan onu tefekkür kılam çünkü insan dünyada yaratılıp dünyanın işinden halkamaydıgan bir mahluk. Mesela dünya kirişinin ilgili haletlerini fakat anlap işinimiz. Dünyadan çıkıp ketkendiğin keyinki kabrdeki meselelerini, ondan keyin tirildiği mesele anlap işindiği mesele. Cennet dozaqning tasviri la aynun ra'at ve la uzun sami'at. Köz ko'rib bakmagan, quloq anglab bakmagan bir mesele. Cennetdeki tasvirler dünyadaki bazı narsalarga o'lchab qiyos qilinib 100 yillik, 1000 yillik tasvirlanadi. Bularning hammasi biz faqat ishonadigan narsalar. Mu'minlarning bunga qarata sifati yaquluna amanna bi kullu min 'indi robbina. Bularni biz mushu nuqtalar bu yerdamda. Bu xil shakldagi bizning tasavvurimizdan halqagan masalalar Qur'onda mutashabih deb ataladi. Ondan boshqa muhkam masalalar aytdi. Iniq nama kutiba alaykumus siyam kutiba alaykumul qisas degandek oyatlar buni muhkam deymiz. Ya'ni mufassir Qur'onning oyatiga tafsir qilaman deb kelgan vaqtida mushku nuqtaga diqqat qilish kerak. Ya'ni muhkam oyatlarga muhkam oyat muomala qilish kerak. Mutashabih insonning idrokotidan sirt ahvollarga insonning idrokotidan sirt shaklda muomala qilish kerak. Keyin uni idrok qilmaslik kerak uni. Uni faqat biz tushunib qana qilsak bo'ladi, ishonsak bo'ladi. Uning mohiyatiga yetish mumkin emas, chunki bizga keng va'da qilingan bir ishlar. Demek ki mutashabihga muomala qilishda alohida diqqat qilish kerak. Muhkamga muomala qilishda alohida diqqat. Chunki ikkisi ikki xil nuqta.